Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Decomp Edu'da raqamli sog'liqni diagnostika qilishni o'rganamiz. Buning uchun brauzerdan Selfie for Teachers deb izlaymiz. Va bizda Selfie for Teachers European Education Array chiqadi. Saytning ichiga kiramiz. Kirganimizda mana Selfie for Teachers deb chiqdi. Xohlasangiz ro'yxatdan o'tishingiz ham mumkin. Agar mehmon sifatida ham ishtirok etishingiz mumkin, ya'ni bilishingiz mumkin. Keling ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Keling, enter your email address debdi. Demak, biz create an account ga bosamiz. Men oldin o'zim o'tib ko'rganim uchun boshqa emaildan foydalanib ko'raman. Demak, ismingizni yozasiz. Familiya. Hamda email adresingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Xohlagan tilingizni tanlashingiz mumkin. Afsuski o'zbek tili xarid keltirilmagan, shuning uchun biz ingliz tilini tanlaymiz. Ruxsat beramiz va akkaunt ochamiz. Va bizga quyidagi oyna hosil bo'ladi. Bu 60 sekund kutishimiz kerakligini bildirmoqda. Mana quyidagicha oyna hosil bo'ldi, ya'ni bizda akkaunt ochildi. Loginni bosamiz va boyagi email adresimizni kiritamiz. Avval demak mana yozib chiqyapti. Siz yangi parol qo'yishingiz kerak. New parolni qo'yamiz, ya'ni hozir buni elektron pochtangizga sizga xabar keladi. O'sha xabarni ichiga kirib, yangi parol o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Har bir ro'yxatga o'tgan insonni o'ziga pochtasiga xabar keladi. Bu yerdan demak PIN kod pasportni tanlab qo'ysangiz, sizga faqatgina pasportda kirish huquqini berishni tanlab qo'yasiz. Mana endi kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana biz haqimizda informatsiyalar, ma'lumotlar chiqdi. Saqlaymiz. Mana endi bizda Start a new self-reflection deb chiqib turibdi. Biz birinchi turganga, ya'ni yashil rangdasiga new ga bosamiz. Startga bosganingizda sizga yangi oyna ochiladi va siz bu yerdan sektoringizni tanlashingiz kerak. Ya'ni siz maktabda sektorda ishlaysizmi yoki bo'lmasa bog'chada. Biz maktabni tanlaymiz va sizdan so'rashadi, sen o'zingizda nimalaringga, ya'ni share ulashishga rozimisan deb yesni bosasiz va continue qilasiz. O'zingizga demak chiqqan ma'lumotlaringizga, bu shaxsiy ma'lumotlar emas, natijalarga mana sizga umumiy tushuntirish berib borilyapti. Agar siz ingliz tilini tushunmasangiz, ya'ni bilmasangiz, buni saytni o'zbek tiliga tarjima qilib olishingiz ham mumkin. Boshlashdan oldin deyapti, o'zingizni tahlil qilishni boshlashdan oldin raqamli kompetensiya darajangizni ko'rsating deyapti. Demak, boshlashni bosamiz. Bu yerda ham yana inglizcha ma'lumotlar bor, ya'ni siz buni o'zbek tiliga tarjima qilasiz. O'zingizni tahlil qilishni boshlashdan oldin, demak, quyidagi savolga javob bering. O'zingizni tahlil qilishdan boshlashdan oldin o'qituvchi sifatida raqamli kompetensiyani qanday ta'riflaysiz? O'zingizni tahlil qilishni tugatgandan so'ng sizdan yana bu savolga javob berishingiz so'raladi. Men o'zimni demak mutaxassis deb, ya'ni men professional amaliyotni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalarda ishonchli va tanqidiy foydalana olaman. Siz o'zingizga hamma o'zini darajangizni taxminan baholang va davom etishni bosamiz. Bu saqlandi. Endi sizga yana ikkinchi bosqichga o'tyapti, ya'ni bu raqamli kompetensiyalar. Buni ham tarjima qilib olamiz. Raqamli vositalar va texnologiyalarda ishingizni turli sohalarda qanday foydalanayotganingiz haqida bir qator mulohazali bayonotlarga javob bering.
bir soha uchun bayonotlarni to'ldirgandan so'ng siz o'sha soha uchun natijalaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladini noto'g'ri tarjima qilgan. Demak 25 daqiqa vaqt ketar ekan. Tugatish darajasi 0%, ya'ni hali biz tugatmadik. Demak bu 6 ta bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchisi professional ishtirok, ikkinchisi raqamli resurs, uchinchisi o'qitish va o'rganish, to'rtinchisi baholash, beshinchisi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, oltinchisi o'quvchilarni raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga ko'maklashish. Demak, uchinchi bosqichda esa tugatishdan oldin kompetensiyani qanday ta'riflaganingiz haqida ma'lumotlar berasiz. Oxirgisi esa o'z-o'zingizni tahlil qilish bo'yicha fikringizni bildirishingiz kerak bo'ladi. Demak, biz birinchi boshlashdan oldin o'zimiz raqamli darajamizni, ya'ni kompetensiyamizni belgilab oldik. Xohlasangiz buni o'zgartirishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, davom etamiz. Xuddi shunday raqamli kompetensiyalarni ham boshlash tugmasini bosamiz. Bosgandan keyin sizga shunday boshlash yoki orqaga qaytish oynasi chiqadi. Boshlashni bosamiz. Mana sizga shu 6 ta bosqichni belgilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar birorta qiyinchilikka uchrasangiz, uni o'zbek tiliga, ya'ni tarjima muammosi bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tiliga tarjima qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va shunday, masalan, birinchi nimada, demak, hamkasblar yoki o'qituvchilar, ota-onalar bilan muloqotni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanasizmi deyilyapti. Agar raqamli texnologiyalardan tashkil aloqa foydalanish mumkinligini bilsangiz, buni bosasiz. Agar foydalanishga harakat qilaman desangiz, buni bosasiz. Agar foydalansangiz, uchinchisini tanlaysiz. Agar uni xususiyatlarini tahlil qilasiz, tanlaydigan bo'lsangiz, buni bosasiz. Agar maslahat berasiz, uni qo'llab-quvvatlaysiz, hamma uchun, ya'ni hamkasblaringizga, buni bosasiz. Yoki bo'lmasa o'sha texnologiyalardan foydalangan holda aloqa bo'yicha tashkiliy amaliyotlarni rivojlantirishga hissa qo'shaman yoki bo'lmasa bu kompetensiyaga umuman xabaringiz yo'q bo'lsa, buni bosasiz. Keyin ikkinchi kompetensiyaga o'tasiz. Bu qachonki birinchi kompetensiyangizni yakunlaganingizdan so'ng. Bunda ham xuddi shunday savollarni belgilab ketasiz va 6-nimada tugaganda o'zi mana 3% bo'lib turibdi. Biz faqat birini ishlaganimiz uchun, ya'ni belgilaganimiz uchun bu 100% o'zi to'ladi va oxirida sizga yakunlash, ya'ni tugmasi ochiladi. Demak, siz buni davom etishda bossangiz, mana sizga o'zi your answers have been saved, ya'ni siz hali saqladingiz, lekin uni yubormadingiz. Demak, bu 3% to'ldirildi, 25 minut vaqt berilgandi. Ya'ni siz 100% to'ldirishingiz kerak. Xuddi shunday keyingisida agar siz to'ldirib bo'lganingizdan keyin mana bu nimada start ochiladi. Keling. Demak, to'ldirishni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizki, biz hammasini 100% qilib to'ldirib oldik. Mana boya aytganimdek, endi siz haqingizda ma'lumot. Start ochildi. Startga bosamiz. Xuddi boyagidek yoki orqaga qaytish yoki davom etish turibdi. Demak, davom etamiz. O'zingizni tahlil qilishni tugatgandan so'ng, o'qituvchi sifatida raqamli qobiliyatingizni qanday ta'riflaysiz? Demak, boyagidek. Men o'zim mutaxassis deb ta'riflaganim hozir ham o'zgarmadi. Demak, jinsi agar erkak bo'lsa erkak, ayol bo'lsa ayolni tanlaysiz. Qaysi mamlakatda dars berasiz? Demak, bizda O'zbekiston hali kiritilmagani uchun boshqani bosib qo'yamiz. O'quvchilaringizning yosh chegarasi, demak, meniki yosh chegarasini aytishni afzal ko'rmaslik mumkin. Endi xalqaro ta'lim standarti darajasida dars berasiz. Ya'ni qaysi darajada? 1dan 6-sinfgami, 7-9ga yo 10-11ga yoki boshqani bosib qo'yamiz. Siz necha yildan beri dars berasiz? Demak, o'zingizni variantingizni tanlaysiz. Asosiy qaysi fandan dars berasiz? Ona tili menda. Qaysi vaqtdan beri o'qishda raqamli texnologiyalardan foydalanib kelmoqdasiz? Demak, aytishni afzal ko'rmasligingiz mumkin yoki keling yaxshisi 1-3 yildan beri deb turib tanlayman. Endi
xuddi raqamli texnologiyalar va qurilmalardan ishlashni oson deb bilasizmi? Roziman deb yozishingiz mumkin. Kundalik ishlarimda internetdan keng foydalanaman. To'liq qo'shilaman chunki foydalanaman. Turli onlayn tarmoqlarning a'zosiman. Roziman, haqiqatda bor. Demak, men yangi raqamli texnologiyalardan demak bor bo'lsa sinab ko'raman. Ha, sinab ko'raman. Keling, endi raqamli texnologiyaga oid maktab muhitingiz. Demak, sinflaringizda xuddi mana shunaqa uskunalar bormi? Ha yoki yo'q. Ba'zan bo'lishi mumkin, ba'zan yo'q. Demak, internet ham xuddi shunday. Notebooklardan talabalar foydalana oladimi? Ba'zan bunda ham uy qurilmalarida ham xuddi shunday uyda, ya'ni demak maktablar demak qo'llaydi, roziman deb yozishingiz mumkin. Xuddi shunday demak to'ldirib ketasiz. Endi oxirida demak davom etishni bosamiz. 100% tugatdik. Mana bizni javoblarimiz saqlandi. Orqaga qaytish imkoniyatingiz bor yoki bo'lmasa yuborish. Demak, yuborishni bosamiz, chunki biz hamma narsani to'liq to'ldirdik va biz darajamizni bilmoqchimiz. Mana rezultatlari va feedbacklari demak chiqdi. Your current confidence level, ya'ni hozirgi meni darajam leader ekan, ya'ni C1 darajada ekanman. Overall demak rezultatim, ya'ni yakuniy umumiy natijam B2 ga to'g'ri kelar ekan. O'sha birinchi o'zim belgilaganda, undan keyin ham B2 bo'lib qoldim dedim. Lekin bular meni sen 73% da demak lidersan deb chiqazib beryapti. Hududlar bo'yicha, ya'ni birinchi bosqichda 2 da qancha darajaga egallaganimni diagramma ko'rinishida ham ko'rsatib beryapti. Mana eng asosiysi bu yerda siz nimalarga e'tibor berishingiz kerak, nimalarni o'zgartirishingiz kerak, sizga maslahatlar, ya'ni feedbacklar beriladi. Xuddi shu narsani, ya'ni saytda chiqayotgan narsani siz PDF versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Demak, request qilib confirm qilamiz. Sertifikat sizni email pochtangizga yuboriladi. Yoki bo'lmasa, xuddi mana bu yerda siz o'zingiz to'ldirganingiz haqida sertifikatingiz. Mana bu boyagi hisobot edi. Bu esa sertifikat. Sertifikatni ko'rish uchun download tugmasini bosamiz va participant badge degan joydan belgilab olishimiz kerak. Ya'ni request bosganimizdan keyin bizga badge beriladi va sanani tanlaganimizdan so'ng mana shunday badge ko'rinadi bizga. Xohlasangiz buni yuklab olishingiz ham mumkin bo'ladi. Unda yonida participant certificate degan bo'limga bossak, bizga shu sanani tanlash imkoniyati beriladi va sanani tanlaganimizdan so'ng download tugmasini bossak, sertifikatimiz saqlanadi. Mana ko'rib turganingizdek sertifikatni PDF formatda oldik. Xuddi shunday boya aytgan hisobotimni ham yuklab olib email pochtamizdan ko'rishimiz mumkin. Hisobot bizga qayerda qanaqa kamchiliklarimiz bor, biz o'zimizni raqamli soat holimizni qanday ko'tarishimiz mumkin, shu haqida umumiy natijalarni beradi. Qayerda qancha foizga egamiz, ya'ni 6 ta bo'limda qanday raqamli soatxonaga egaligimiz haqida ma'lumot beriladi. Umuman olganda shular edi. Hammaga rahmat.